Yaponiyani mushtlari ham mashhur. Mana ishonchga kirish kerak birinchi o'rinda. Muvaffaqiyatli o'tdik. Ya'ni intervyogani ham kelishdik. Shuni bo'lsa, bunday qilib o'shasan. To'g'ri qilish uchun imkoniyat. Ya'ni mas'uliyati juda ham katta. Hozir kelib 150% bo'ldi degan. Moshlani qabul qilinadi, ya'ni klientlar qabul qilinadi. 4 kishi bor ko'ra oladigan. Bu yerda o'sha 1 oylik ishlani o'zini karyera qilmoqchi bo'lsa, ya'ni daraja ya o'rgansa enter darajani olganlar maxsus hamma joyda kulishlar bor. Ya'ni bizdagilar kuchli motor o'zim qilib yurgan. Turib shu narsani kim bo'ladi? Assalomu alaykum. Mening ismim Azimov Saidazimxon. Yoshim 26 yoshda. O'zbekiston Namangan shahridanman. Hozirda Yaponiyaning Hiroshima shahrida Balcom Motors kompaniyasida Tokidagi uni ikkinchi darajasida mexanik bo'lib ishlayapman. Men o'zim Namangan shahrida usta bo'lib ishlaganman. Va karyera qilish maqsadida men chet elga chiqib ishlamoqchi edim. Va shuning ichida men Yaponiyani mushtlari ham mashhur edi, qiziqardim. Shunda bir Yaponiyaga borish maqsadida yapon tili o'qishga kirdim. Va o'qishda o'qib, imtihon topshirdik va shu Balcom Motors kompaniyasiga ishga qabul qildik. Stajyor bo'lib keldik. Va kelib 3 yil stajyor bo'lib ishlab, undan keyin Tokidagi uni, ya'ni birinchi darajali imtihon topshirdik va imtihonda muvaffaqiyatli topshirdik va birinchi darajada ish faoliyatimizni davom ettirdik. Undan keyin mana yaqinda bo'lib o'tdi. Tokidagi uni, ya'ni ikkinchi darajali imtihoni bo'ldi. Imtihon topshirdik va undan ham muvaffaqiyatli imtihonda o'tdik va yaqinda ya'ni Tokidagi Nigo, ya'ni ikkinchi darajali vizasini qo'lga kiritdik. Menimcha bu viza O'zbekiston tarixida birinchisi bo'ldi deb eshitdim. Endi bag'iga ham harakat qilamiz, bundan yuqori darajalarga erishishga harakat qilamiz. To'g'risini aytaman, O'zbekistonda ishlab yurganimda, ya'ni o'zim haliga ishonchim bor edi, men zo'r ustaman derdim-da. Yaponiyaga kelib, xotirjam deylik, mushtalarni ham ko'raman deb o'ylardim, ustaman deb. Keldim. Bu yerda misol uchun ishdan oldin ozgina dars o'tib berishdi, ya'ni mushtalar haqida. Ya'ni kelib birinchi bergan savoli, ya'ni shuncha yil usta bo'lib ishlagansan dedi. Ya'ni motor kim ixtiro qilgan, motor qanday ixtiro qilingan deb savol berdi. To'g'risi men bilimim yo'q edi bunaqa. Moshitani ko'rib, ovozini eshitib tuzatishlarni bilardim, lekin bunaqa ilmim yo'q edi. Ya'ni ashada bitta narsani tushundim. Shuncha yil ishlabman, bu tomonni umuman o'ylamagan ekanman dedim. Faqat bu tomon bilan ham ya'ni o'qishim kerak ekan, ya'ni ilm sohasi bo'lish, ya'ni motor kim ixtiro qilgan, qanaqa darsda ishlaydi. Shu narsani ham o'qishim kerak ekan degan narsani tushundim va ya'ni shuncha yil ishlabman, haligi o'zim zo'r usta deb bilardim, lekin bitta shu savoldan keyin meni anchalik o'ylashim ancha o'zgardi-da. Va bularda Yaponiyada ya'ni mexaniklarni ya'ni daraja bo'yicha o'qitadi. 3-soha bo'yicha, 2-soha, 1-soha bo'yicha. Ya'ni 1-3 sohasidan boshlanadi. Va shuni o'qitishni men yapon tilini yaxshi o'zlashtiraman. Buni faqat yaponlar uchun o'qitiladigan darslar bo'ladi. Va shuni o'qitishni men yapon tilini yaxshi o'rganib, harakat qilaman darsga qatnashib, ya'ni tushunishga harakat qilaman deb gaplashdim va ozgina muddatdan keyin, adashmasam 2 yil, 2,5 yildan keyin shu darsga qo'shishdi. Va ya'ni stajyor bo'lib, ya'ni Jidosha Seibishi, ya'ni mexaniklarni 3-darajali darsiga qatnashdik va darsni yakunladik. Imtihon bo'ladi. Va imtihondan muvaffaqiyatli o'tdik. Va bu o'tganimizdan keyin, ya'ni bu 3-darajali, ya'ni umuman Yaponiya bo'yicha, ya'ni birinchi bo'lib olganlardan bo'ldik. Va Yaponiyani anaqa televizordan, ya'ni intervyogani ham kelishdi ishxonamizga. O'zim ham xursand bo'ldim. Ya'ni bittasiga erishdim, marraga yetdim. Keyingisi deb, ya'ni o'zimga maqsad qo'ydim yana. O'zbekistonda ya'ni shogird bo'lib ishlaganman. Shogird bo'lib ishlagan paytimda, ya'ni bizda ko'rib o'rganiladi. Asosan ko'rib, ya'ni buni qanday qilinadi, buni qanday qilib deb, ish o'g'irlanadi, to'g'risi. Lekin bu yerda kitobiy hammasi.
banu voltni bunday qilib bo'shatasan, bunday qilib o'tirasan deb o'rgatadi va sizni o'rgatadi va ustingizda turadi, qilib turadi. Ya'ni qancha vaqt sarflasangiz ham o'shani to'g'ri qilish uchun imkoniyat beradi. Xato qilsangiz ham ustingizda turib to'g'rilaydi va to'g'ri qilishga imkoniyat beradi. Ya'ni o'rgatish uslubi yana o'zini farq qiladi. Ya'ni bizda o'li ko'rib o'rganilsa, bu yerda yo'q, shuni qilishing kerak. Sen shu yerda ishlaysan, ya'ni biz bilan bitta guruh bo'lib ishlanadi, jamoaviy ishlanadi. Ya'ni hamma qilishi kerak. Bunday qilsang, yani to'g'ri bo'ladi. Bu noto'g'ri ish. Yani vaqti kelganda, yani ishdan qolib, misol uchun, ish tugagandan keyin ishimiz 6 da tugaydi. Ya'ni chaqirib 1 soat dars qilib o'rgatadi. Bizda misol uchun bir kishiga haligi bitta ishxona bo'lsa, bitta ishxonaga shogirdlar kirib keladi, o'rgatiladi. Ya'ni o'z o'rgana olmaydigan sekin chiqib ketadi-da. Bu yerda o'rgana olmayotgan odamni olib qolib, ya'ni alohida anaqa qilinadi. O'rgatiladi, shug'ullanadi. Vaqt sarflab nimaga biz jamoa kelajakda shu bola, ya'ni bizda qolib sizga ancha foyda beradi, yo biz ishxonamizni yuzini anaqa qiladi degan maqsadda o'rgatadi. Ya'ni shu tomonlarni o'rgandim va asosan madaniyati kuchli. Hatto hamma joyda ham bo'ladi. Lekin ikkita ishchi bo'ladi. Ya'ni bitta misol qilib aytaman. Ikkita ishchi bo'ladi. Ya'ni bitta sherigi bitta xato ish qilib qo'ydi. Aytaylik, vaqtida ozgina kech qoladigan bo'ldi. Ya'ni 3-odam haligi sherigiga hali kelmadimi deb xabar olgani bordi. Ya'ni men o'zim xabar olgani bordim. Yo, hali kelmadi, kech qolar ekan. Ming bor uzr. Men hozirgina eshitdim, mana shu kech qolar ekan deb uzr so'radi. Sherigini nomidan bu odam uzr so'raydi-da. Lekin aslida haligi o'ylab qarasa, misol uchun sherik kech qoldi-da, bu odamga aloqasi yo'q-da. Lekin ya bitta jamoaligi uchun uzr deb, misol uchun umuman aloqasi yo'q odam bo'lsa ham shunaqa uzr so'rab anaqa qiladi. Ya'ni bularda bitta narsani men o'rgandim. Ya'ni xato bo'ladi hamma joyda ham. Shu xato bo'lgan paytda, ya'ni inson o'zini xatosini birinchilik topishi kerak. Shuni ichida tan olish kerak. Saidazimxon Yaponiyaga kelgandan buyon birga ishlab kelmoqdamiz. Uni ilk bor ko'rganimdayoq yapon tilida juda yaxshi gaplashayotganidan hayron qolgan edim. Ish vaqtida topshiriqlarni aniq tushunishi hamda BMW avtomobillarini ta'mirlashni juda tez sur'atlarda o'zlashtirayotganligini his qildim. Boshqa mexaniklar bilan solishtirib ko'rganda ham nisbatan tezroq bu bilimlarni o'zlashtirmoqda deb o'ylayman. Saidazimxon, doimo chin ko'ngildan mehnat qilayotganligingiz uchun rahmat. Rahbarlik imtihonidan muvaffaqiyatli o'tib, kelajakda korxona boshqaruvchisi bo'lishingizga tilakdoshman. Yaponiyadagi namunali o'zbekistonliklardan biri bo'lish nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Birinchi kirib kelganimda, ya'ni avvalom endi yangi ishchi bo'ladi. Yangi ishchiga, ya'ni bitta bolt bergani ham, ya'ni avvalam ishonch kirish kerak birinchi o'rinda. Birinchi 1 oy, 2 oy faqat ko'rib o'rganganmiz, keyin dars qilib, mana boltimda qo'tiriladi degan narsani o'rganganmiz. O'rganimizdan keyin sekin-sekin, ya'ni kichkina ishlardan berish boshlanadi. Undan keyin sekin-sekin kattalarga o'tib, endi biz usta bo'lganmiz, o'shaning uchun ham sal tezlashib ketgan. Ya'ni ancha katta ishlarni qilgan, ya'ni motorlarni qiladi. Ya'ni motor bu yerda hamma ham qilavermaydi, keyin motor o'zda, ya'ni buzilavermaydi BMW motori hali. Bitta-ikkita buziladi, o'shalarni ham ya'ni o'zimiz ko'rardik. Sekin-sekin ya'ni bu ishlarni qilganimizdan keyin ya'ni ichkarida deydi, geomish yo'q. Ichkarida ya'ni o'zigina qarashib qo'yadigan narsalar bo'ladi. Men kirib kelganimda, ya'ni qo'jochi bo'lgan. Qo'jochi hammaga ish bo'lib berib, qo'jochini aytganini qilib yurilardi. Endi odam ozligi sababli bu yerdagi qo'jochi boshqa joyga o'tib ketib qoldi va o'rni bo'sh qoldi. O'rni bo'sh qolganda, ya'ni undan keyingi odam avval o'rniga qoladi. Ya'ni o'zgina ishlaydi.
Ya'ni ish bu yerda shunaqaki, ya'ni aniq to'g'ri degan narsa yo'qda. Ya'ni bu odam o'tirib shu yer boshqarish kerak degan narsa yo'q. Uni qaraydi, ya'ni kim yaxshi boshqaradi, kimda ana shunaqa no'riyoq bo'lsa, de keyin o'zgina qilib ko'r deb birinchi berib ko'radi. Agar yaxshi eplasa, qilaveradi ekansan deydi. Men bitta narsam bu, anaqa to'g'risi oson ish emas. Ya'ni mas'uliyati juda ham katta. Men xursand bo'lgan tavradim, men misol uchun chet ellikman-da. Yaponiyaga kelib ishladim. Ya'ni o'zim tomonda o'ylasam, o'zim misol uchun O'zbekistonda kichkinagina misol uchun ishxonam bo'lsa, ya'ni joyim bo'lsa-yu, shu yerga misol chet eldan ishchi keldi. Va men to'g'risi o'zimda ishonch yo'q, shu odamni shu yer boshqarishga qo'yib qo'ya olaylik. Men birinchi bo'lib anaqa gaplashib olish kerak-da. Ya'ni gapga tushunadimi, yo'qmi? Men xursand bo'lganim, ya'ni kompaniya menga ishonch bildirdi-da. O'zbekistonda ustalar ko'p yaxshi pul topadi-yu. Kelishga arziydimi? Xo'p. Maqsadim pul emas edi, to'g'risi. Agar topmoqchi bo'lganimda, misol uchun bu yerdagichalik o'ylab topa olmasdim, lekin ozmuncha pul topa olardim-da, chunki usta bo'lganda. Lekin maqsadim karyera qilish edi-da. Pul o'ylamadim, to'g'risi. Ya'ni birinchi kelib kelgan stajyor oylik bilasizlar, bir o'rtacha oylik bo'ladi. Oylikka misol uchun umuman ahamiyat bermadi. Chunki maqsadim oylik emas edi-da. Chunki shuncha yil misol uchun O'zbekistonda usta bo'lib ishladim, bu yerga keldim. Oylik bo'ladigan bo'lsa 3 yilda pulni qilib qaytib ketish kerak edi-da. Ya'ni ko'proq ishlaydigan joyga borib-da. Ya'ni bu narsani maqsad qilmaganman, to'g'risi. Hayotimda kattaroq narsaga erishmoqchiman-da. O'shaning uchun ham pulga unchalik ahamiyat bermadim. Maqsadni shu karyeraga qaratdim-da. O'zimga yetadi. Ya'ni o'zim sharoitimga yetadi. Oilamga ham ya'ni har oy jo'natib turaman. O'zim qoniqaman oyligimda. Boshligida ancha qancha oladi? Hozir taxminan mumkinmi? Detal aytsa, xohlamansiz endi. Xo'p, foiz aytsam bo'ladimi? Misol uchun stajyor bo'lib kelganimda, misol uchun 100% lik sum bo'lgan bo'lsam, hozir kelib qancha vaqt o'tdi? 4,5 yil vaqt o'tdi, 150% bo'ldi degan. Ya'ni o'sha qanchadir summa, oshdi degan. Lekin bilasizlar, ya'ni soliq degan narsa bor. Soliq ham o'shancha oshib ketadi. Hozirda ya'ni shu katta kompaniya, ya'ni bizni zavodimizda ya'ni vaqtinchalik ya'ni kontrol qilish ishida ishlayapman. Ya'ni biz ishxonamizda ya'ni ish tartibi klientlar keladi. Klientlar keladi va bu yerda advisor, ya'ni klient bilan o'zaro aloqa suhbat qilib, ya'ni mashinani qayta buzilgan, qayta chatoqlagan narsalarni qabul qiladi va uni ya'ni hujjatga tushirib, ya'ni mexanik oldida, ya'ni men oldimga olib kelinadi, ya'ni men uni qabul qilaman va uni ya'ni bu yerda mexaniklar bor, mexaniklarga bo'lib beraman. Siz bo'lib berasiz. Nechta mexaniklarimiz bor? 8 ta mexanikimiz bor. Ya'ni bu yerda ya'ni liftlarimiz bor. Hammasida mexaniklar ishlaydi. Mashina qabul qilinadi, ya'ni klientlar qabul qilinadi, ya'ni advisor bilan gaplashiladi va ishni nima qilishligini tushiriladi va uni mashina misol uchun bu yerdan ovoz chiqgan ekan, yaxshilab tekshirib deb turib mexaniklarga topshiraman. Mexaniklar unaqa tartibda ishlashadi. Mexaniklar unaqa tartibda ya'ni mashinani hozir nima qilyaptilar? Bular ya'ni rekord sagyo deyiladi. Rekord sagyoda ya'ni kettingata っていうか、まあ BMW の方からドイツの方から。でまあでkichkinagina zapchasi bor. Shuni almashtiribdilar. Hozirda almashtirish jarayoni. Ya'ni bu yerda ya'ni bitta narsasi bor. Har bitta boltni qotiriladi. Qotirgandan keyin ya'ni bitta odam chaqirib, ya'ni ustozni chaqirib, yo bo'lmasa bu yerlarda belgilab qo'yilgan odamlar bor. Ya'ni shuni ko'ra oladigan, tekshira oladigan odamlar bor. Shularni chaqiradi, har bitta boltni qotganini tekshirtiriladi.
Shunaqa tartibda ishlanadi. Qo'ysalar sizni chaqirishadi yana. Ya'ni Yo sizda yoki yo'q, meni yo o'sha belgilab qo'ygan odamlarim bor. Ya'ni shuni chaqirib, ya'ni belgilab qo'yganingizda ishda hop. Anaqa yapon umumiy 4 kishi bor ko'ra oladigan. Ya'ni bular qanaqa tartibda deyilsa, mexaniklik darajasi, ya'ni 2-darajadan baland bo'lgan insonlar ko'rish huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni o'sha Nikki video. Shularga endi ko'rsatib, ya'ni qo'tkani ko'rsatadi va ko'rsatgandan keyin ya'ni hujjat bo'ladi. Hujjatga men ko'rdim degan qo'l qo'yib beriladi. Keyinchalik qanchadir vaqt o'tib, nimadir bo'lgan taqdirda, buni kim ko'rgan, qanaqa haqiqatdan ham ko'rganmi degan hujjat bo'lish uchun ya'ni shunaqa tartibda ishlanadi. Bu yerda asosan ya'ni hamma ishlar bu yerga ya'ni aylanib keladi, ya'ni dokument bo'ladi. Dokumentlar keladi va bu yerda ya'ni ish jadvali. Ya'ni bu yerda mexaniklar nom bo'ladi. Ya'ni o'sha 8 ta mexanikimiz bor. 8 ta mexanikka ya'ni shu ish bo'lib beriladi. Ya'ni buni ya'ni bir kun oldin, ya'ni bir kun oldin kechqurun ishlarni belgilab, keyingi kunlik ishlarni belgilab ketiladi. Va bu yerda o'sha 1 oylik ishlarni kontrol qilinadi. Ya'ni 1 oy oldindan ya'ni qanaqa ish kirib keladi, shularni tekshirib, bu ishni misol uchun 1 kunda bo'lishi kerak, yo bo'lmasa 2 kun vaqt ketadi degan narsalarni kontrol qilinadi, vaqtlarini. Shunaqa tartibda ishlanadi. Tuzatib bo'lgandan keyin eng oxirgi tekshiruv, ya'ni moshina tuzatish, chekitishdan oldin. Moshina tuzatish jarayonida 3 marta tekshiruv bo'ladi. Ya'ni moshina ichidagi ozgina bitta ikkita boltlarni qotirish va undan keyin o'sha zapchast almashib bo'lgandan keyin tekshiruv, o'sha moshinaning ishi tugab bo'lgandan keyin tekshiruv, eng oxirgi tekshiruv, ya'ni bu yerga olib kirib, ya'ni moshinaning tormozlarini, tezliklarini, ya'ni razvallarini buni tekshirib, keyin moshina klientga qaytarib beriladi. oxirgisini o'zingiz qilasizmi yoki? Yo'q, oxirgisini ham o'sha belgilab qo'ygan odam bor. Ya'ni u ham nima deydi? Litsenziyasi kerak. Ya'ni Jidosha Kensain degan litsenziya bo'ladi. Shuni olgan inson, shkaka. Shuni olgan inson bu yerda oxirgi tekshiruv qila oladi. Ya buni menda yo'q, to'g'risi. Bu ham ishxonamizda 3 kishida bor. Ya'ni 8 ta mexanik bo'lsa 3 kishida bor. Ular ham kamida 20 yildan oshiq ishlagan ishchilar. Hamma har xilda, ya'ni masalan, holam bo'lsa, hamma nomidan gapirmayman, men o'zim masalan usta bo'lgan paytimda, ya'ni moshina keldi, ya'ni klientdan O'zbekistonda ishlab yurgan paytimda, masalan, o'ng tomondan sal ovoz chiqibdi deydi. Uni ko'raman, mana nima bo'lsa kerak deb turib, tekshirib ko'raman, almashtiraman. Bu yerda ya'ni moshina kirib keladi. Ya'ni ovoz chiqibdi deyiladi. Nima deydi? Bizda asosan ya'ni kulich muammosi deyiladimi? Ya'ni kulichlar kam deyiladi. Bu yerda shunaqa narsalar borki, ya'ni maxsus hamma joyda kulichlar borda. Ya'ni bizda adashish mumkin. Ya'ni ovoz eshitildi, masalan, o'ng tomondan bir joydan ovoz chiqdi deyiladi, adashish mumkin. Lekin bu yerda maxsus kulich qo'yiladi, yuriladi, aniqlanadi. Ya'ni kakudit. Ya'ni aniqlab bo'lgandan keyin keyingi ish, ya'ni almashtirishga o'tiladi. Ya'ni aniq shu yerdan chiqdimi, chiqmadimi degan narsani birinchi aniqlashtirib olinadi. Keyingi masala bizda misol uchun men motor ходовойda ishlaganman soha bo'yicha-da. Ya'ni Yaponiyada yapon tilida aytilsa bungyo borda. Ya'ni bungyo o'sha bizdagi motor qiladi, ходовой qiladi. Bu yerda bungyo emas, o'sha hammasini ko'radi, so'v yo'q. Bitta usta hammasini tushunishi kerak. Ya'ni motori, ходовой, elektrik qismi, sideniyasi, konditsioneri, razvali. Ya'ni kuzovdan boshqa hamma narsani qilish kerak. Kuzovchi faqat boshqa anaqada. Yodlaydigan narsalar ko'p. Shu tomondan ham ancha dars bo'ldi menga. Misol uchun bizda men o'sha O'zbekistonda, ya'ni Namangan shahrida yurgan paytimda bunaqa joy ko'rmagan, ya'ni bitta usta ya'ni polni hamma narsasini ko'radi. Elektrik qismini ham, ya'ni chexollarni ham, chexol almashtiraman-da. Konditsioneri boshqasi. Ya'ni moshina kirib keldimi,
polni hamma joyini ko'rib chiqarsa bo'ladi, tuzatib. Motor bo'lsa, motor o'zini ko'radi. Ya'ni bizdagini kuchli tomoni, ya'ni motor o'zi bo'lsa, ya'ni bizdagilar kuchli, nimaiki motor o'zini qilib yurganda. Bu yerda mashina keldimi? Polni hamma joyini ko'radi. Shu tomoni bor. Ya'ni aytganim, bu sohada ham misol uchun bir 20 yil yo 15 yil, ya'ni inson o'ziga bog'lig'i ancha tajriba olib tursa, ya'ni ancha kuchli usta bo'ladi deb o'ylayman. Mashinani polni har tomonlama tushunadi-da. Shu tomoni bor. Men o'zim tajribamda o'tkazganim, misol uchun o'zim ham usta bo'lib ishlaganman. Zo'r ustaman deb o'ylardim. Kelganimcha, ya'ni kelganimdan keyin bildim, mali ozgina narsani o'rgangan ekanman xolos-da. Ya'ni haqiqiy misol uchun karyera qilib, ya'ni o'smoqchi bo'lgan inson, ya'ni o'zining sohasi bo'yicha haqiqatan usta bo'lib, mexanik bo'lib yetishmoqchi bo'lgan inson kelib, Yaponiyaga kelib tajriba qilgani yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni faqat pul maqsadida kelish bo'lsa, nima deydi? Unchalik maslahat bermayman. Chunki ya'ni Yaponiyada oladigan narsamiz juda ham ko'p. Ya'ni o'rganib qaytib ketadigan narsamiz juda ham ko'p. Mexanik sohasi bo'yicha ham, ya'ni bundan boshqa sohalar bo'yicha ham o'rganadigan narsamiz juda ham ko'p deb o'ylayman. Ya'ni bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Shuning uchun ya'ni o'zini karyera qilmoqchi bo'lgan insonlar, ya'ni o'zini sohasini sevgan insonlar kelib ishlab, ya'ni o'z ustida ishlab malaka oshirgani yaxshi deb o'ylayman. Kelmoqchi bo'lib qaror berganlar nima qilish kerak O'zbekistonda? Nimalarga ko'proq e'tibor berish? Xo'p, avvalambor tilga e'tibor berishsin. Birinchi bo'lib, ya'ni til kelib tezroq muloqotga kirishib, tezroq o'rganish istagan, tezroq ishlash istagan odam avvalambor muloqotga kirish kerak, gaplashish kerak kelgandan keyin. Ya'ni shunaqa ko'pchilik ko'rganman, kelmasa gaplasha olmaydiganlar bor. 1 yil gaplasha olmaydiganlar ham bor-da. Ya'ni darajaga ham olgan, masalan, N4 darajani olganlar bor, lekin muloqotga kirisha olmaydi. Nimaga desangiz, uncha o'qimasdan kelgan bo'lmaydi. Shuning uchun kelishdan oldin, ya'ni imkoniyat boricha o'qib turib kelgan yaxshi deb o'ylayman. Kelib turib bu yerda shu o'rgangan narsalarni, ya'ni yapon tilida o'rgangan narsani kelib sirasi, kelganda yaponlar bilan gaplashib, har xil misol uchun bitta so'z o'rgangan bo'lsa ham bitta so'zni ishlatib ko'rib, ya'ni so'z almashgan yaxshi deb o'ylayman. Asosan o'qish. Ya'ni kelajakda maqsadim, ya'ni hozirda shu yerda o'rgangan narsalarim, ya'ni o'rgangan narsalarim, men hammasini ya'ni vatanimga olib borib, ya'ni u yerdagi, ya'ni hammaga, ya'ni shunaqa Yaponiyaning sistemasi, Yaponiyaning ishlash tartibini o'rgatish maqsadim bor. Ya'ni bunga erishish uchun men avvalambor o'zim bitta, ya'ni kompaniya qurmoqchiman. Kelajakda maqsadim, ya'ni shunaqa mashina sohasi bo'yicha, ya'ni o'zim soham bo'yicha, ya'ni ishxona tuzib, ya'ni shu ishxona sohasida ya'ni ishchilar qabul qilib va ishchilarga, ya'ni har kunlik misol uchun Yaponiyada o'rgangan narsalarimni, ya'ni vaqt ajratib, ya'ni dars o'tib, ya'ni shu sistemani o'rgatib va kelajakda shu insonlar ham, ya'ni o'zida boshqa kompaniya qurib shu narsani kengroq yoyish maqsadim bor, niyatim bor.